Jonimizni Alloh beradi, jonimizni Alloh oladi. U bilan hech qanaqasiga to'sqinlik qila olmaysan unga. Lekin shu jonimni yo'qotishdan qo'rqaman. Sababi u o'limdan qo'rqish yoki hamma o'rgan olgan gap emas. Uni tagida juda ham chuqur narsalar bor-da. Farzandlaring, yaqinlaring, to'g'rimi, ota-onang sen yo'q bo'lganingdan keyin sen berayotgan e'tiborni, sen berayotgan mehrni hech kim bera olmaydi-da ularga. Men Allohga qasam ichdim, haromdan uzoq bo'laman. Shunaqa bo'ldi-da. Shunaqa ahvolda bo'ldim. Что jonim uzilib qoldi-da. Jonim uzilib qoldi-da. O'sha ruhim o'zimni ko'rib turgan ekanda, men tushunmayotgan bo'lganman-da. Allohga aytganman-da, har bitta odam Alloh bilan o'zim qasam borib, jonimni qaytarib bergin Alloh, men hozir oldinga qanaqa boraman? Bitta ham halol qilgan ishim yo'q. deb xullas keyin o'zim kelaman. Kelib hamma narsani shu ko'zimni ochishim bilan to'xtataman absolutni. Kimni ko'nglini ortgan, dilini ortgan bo'lsam, topolganimni topdim. Borib kechirim so'radim hammasidan. Internet orqali topdim. Yana kimlar esimga tushib qolsa, bugungi kunda ham hammasidan albatta uzr so'rayman. Kimni dilini ortgan bo'lsam.